8. Bab. İstipanның öldürülüşünü Saul'mu kollaydı. Şu günden başlap Yerusalim'deki itiqatçılar cemaatçiligi intayın dehşetli ziyankeşlikке uçraşkı başladı. Elçilerden başka bütün itiqatçılar Yahudiye ve Samariya ülkelerinin her qaysı joylarına taqılıp ketişti. Bazı ixlasmen kişiler İstipan'ı depni qilib, onunla çoğun hazır tutuştu. Lekin Saul itiqatçılar cemaatçiligiga vayronchilik selib, ayol itiqatçılarni öy-möy izlab tutup zindonga tashlashga boshladi. Itiqatçılar qayaga taqilishdan qat'iy nazar, ular shu yerda xushxabar yetkizdi. Masalan, Filip Samariya o'lkasining ma'lum bir shahriga berib, yerlik kishilarga Hazreti İsa qutqizg'uchi Masih deb jakarıldı. Köpçilik bunu anlap, hem de onun mucizelerini görüp, bütün dikkati bilen onun sözlerine kulak saldı. Cinla, özleri çapışavagan kişilerinin teninden qattiq vaqırgan peti çıkıp ketdi. Nurgun paleç, tokurla mı saqaytıldı. Şunun bilen, şu şehrdeki kişiler çonqur xuşallıqqa çömdü. O şehirde Şimon isimlik bir baxşı bolup, özünün sihirgerligi bilen şu joydagi xalqni bir mezgil hang-tang qaldırgan edi. O özünü qaltis hesaplap, bək maqtanatdi. Yuqori ve töven tabiqi kişileri onun sözlerini bütün diqqati bilen anlaytdı. Köpçilik, Xudoning ulug' kuch-qudrati mana shu deyishatdi. O uzundan beri sihirgerligi bilen xaloyiqni hang-tang qoldirib kelganligidan kishilar uningga intayin diqqat qilib kelgan edi. Lekin ular endi Filip yetkizgan Xudoning podshohligi ve İsa Masihga doir xushxabarga ishondi. Shuning bilan ularning orasidan nurg'ulgan ayollar cho'mildirishni qabul qildi. Şimon o'zimi ishondi ve cho'mildirildi. U hamisha Filip bilan birga bo'ldi. Hamda Filip ko'rsatgan zo'r mo'jiza ve karomatlarni ko'rib, intayin hayron bo'ldi. Yerusalimdeki elçiler Samariyaliklarning Xudoning sözünü qabul qilganligini anglab, Petrus bilan Yuhannani ularga avatdi. İkkilan u yerga berishi bilan etiqatçılarga muqaddas ruhning ato qilinishi uchun duo qildi. Chunki ular Rabbimiz İsa'ning nomi bilan cho'mildirilgan bo'lsa-mu, ularning hech qaysisiga muqaddas ruh texi tushmagan edi. Petrus bilan Yuhanna ularning uchisiga qo'lni takizib turib, duo qilgandan keyin muqaddas ruh ularga tushdi. Elchilar qo'lini takizib qo'ygan kishilarga muqaddas ruhning ato qilinganligini ko'rgan Şimon elchilarga pul tanlab, bu kuch-qudratdan menga beringlar. Menmi kishilarning uchisiga qo'llarimni takizay. Ular men orqaliqmi muqaddas ruhni qabul qilsin, dedi. Lekin Petrus unuqa mundaq javob berdi. Xudoning bu sovg'atini pulga setib olg'ili bo'ladi deb o'ylagan bo'lsang, puling bilan billa halok bo'l. Bizning ishimizda sening hassang yo'q. Chunki Xudo oldida niyating xolis emas. Shunga yomon niyatingdan yenib, Xudodan kechirim tila. Shundoq qilsang, Xudo seni kechirar. Chunki sening hasadga to'lib gunohning to'rda ekanliging menga ma'lum. Şimon ularga, men uchun Xudodan tilanglarki, aytganlaringlardan birimi beshimga kelmasin, dedi. Petrus bilan Yuhanna yana shu shaharda Hazreti İsa haqida guvohlik berib, Xudoning so'zini yetkizgandan keyin Samariyaning nurg'un yezi kentlarga berib, xushxabar yetkizgach, Yerusalimga qaytib ketdi. Shu vaqtda Xudoning bir farishtasi Filipqa janubga qarab, Yerusalimdan Gaz shahriga mangdigan cho'ldagi yo'lga mang, dedi. Filip yo'lga chiqdi. Yo'lda u Efiopiyalik bir yuqori darajalik amaldorni uchratdi. Bu kishi Kandas ismlik Efiopiya ayol podshoning bosh g'aznachisi bo'lib, Yerusalimga Xudoga ibodat qilg'ili borgan edi. Qaytish yo'lda o'z harvusida o'ltirib, Yashaya payg'ambarning yozmasini
o'qib ketib boratdi. Muqaddas ruh Filipqa, "Harviga yetishibman" dedi. Filip yugurib berib, amaldorning Yashaya payg'ambarning yozmasini o'qiyotganlarini anglab, uningdan "O'qiganlaringizni tushundingizmi?" deb so'radi. Amaldor uningga, "Biri menga tushundirib bermasa, men qandoqmi tushunalayman?" deb Filipni orsuga chiqib, yendi o'tirishga taklif qildi. Amaldor yozmaning mo'ni qismini o'qiyotatdi. U go'yo bo'g'izlashga elib berilgan qo'ydek, qo'y qirg'uchi oldida yotgan toqlandek, un-tin chiqamay jim turdi. U xo'rlanadi, odillik bilan sotlanmaydi. U endi farzand yuzi ko'rolmaydi, chunki uning yer yuzidagi hayoti elib ketildi. Efiopilik amaldor Filiptin, payg'ambarning bu so'zi kimga qartilgan bo'lg'iydi? O'zgimi yoki boshqalargimi? deb so'radi. Filip tushuntirishga boshladi. U yozmaning shu qismidan boshlab amaldorga Hazrati Aysoga doir xush xabarni so'zlab berdi. Shunda qilib amaldor Hazrati Aysoga e'tiqod qildi. Ular yo'lda ketib yetib, suba bir yerga kelganda amaldor, "Bu yerda suba ekan. Mushu yerdala cho'mildirilsam bo'lmamdi" dedi. Amaldor Harunni to'xtatishni buyurdi. Filip uning bilan billa suvga tushib, uni cho'mildirdi. Ular suvdan chiqqanda muqaddas ruh Filipni boshqa bir shaharga elib ketdi. Amaldor uni qayta ko'rolmagan bo'lsa-mu, xushol-xuramlik bilan yo'lini davomlashtirdi. Filip bo'lsa, o'zining Ashdod shahrida ekanligini bilgandan keyin u yerdan Qaysariya shahrichi bo'lgan hamma shaharlarni kezib, xushxabar yetkazdi.